o'qishga ko'rarsin, talaba bo'larsin, mazza qilib yurarsin. Buni olib, kreditga qolib, onangni ko'rarsin. İşten qutuldim, o'qishga kirdim, endi kayf qilib yuraman. Abituriyentlikda qiynalib o'qidim. O'qishga kirdim, endi umuman o'qimayman. Aytma, вообще, ana endi borga diskoteka, futbol, PlayStation, mazza qilib yuraman. 3-paraga kirmaymiz, borku. Ma, bor bitta Red Bull olib kel. Morsmi, Red Bullmi? Mors deysanmi? Qachon ko'rgansan? Men Mors ichgan, Red Bull, tamom. O'tir. U borga ekan gaplashdimmi? U borga bo'lsa bormaymiz. Allab yomon ko'p ish qildiradi. Necha pul deyapti? 50 ming. Bo'lmaydi. Isham chiqmayapti, pulim yo'q, chanqab ketdim. Mors bo'lsaydi-ya. Altın gülü altın gülü Nima qilyapsiz? Menmi? Hozir ofisdan kirib keldim. Ha, o'sha ofisga kirib ketganiga 4 soat bo'ldi yigitdi. Biz kiramay o'tiribmiz. PUBG'ni qo'g'ab o'tiravergan ofischasida. Hozir mustaqil ishimni 5 ga yopib chiqdim. Aldama, kuchda yolib zo'rg'ochga yopib chiqding-ku. Ha, obed qildingizmi? Ha, shashlik yedim. Tishimga kirib qoldi. O'shani kovlab o'tiribman. Menimcha u tishingga kecha yegan roldiringni sabzi qilib qo'ygan. Bir qaradi. Aldi yotibdi, rolti yeb o'tiribdi. Qarang, kecha yuvib qo'y deb qora ko'ylak berib ketdingiz-ku. Shu ko'ylakni yuvdim, oq ko'ylak bo'lib qoldi. Yo'q, qarada, sen arzon soda bilan yurgan bo'lsang kerak-da, shunga rangi o'chgan. Uni rangi o'chmagan, kiri o'chgan, yag'ir. O'zing bir odobli, chiroyli, ozoda qilsan-da. Voy, rahmat. Bitta kattaligini. Stop. Bo'ldi-da endi. Qachongacha bir-birlarni aldamoqchisizlar? Ertaga oila qursan ham shunday yolg'on gapirib yuraverasanmi? Vaqt o'delikda-ku. Qanday bo'lsin shunday ko'rinsang-chi. Hozir. Ali. O'jonim, mana hozir boraman. Mashinani pulini topolay. Amana topdim mana. Boryapman. Ko'ylagingiz chiroyli ekan. Qayerdan olgansiz? Dadam Dubaydan olib kelganlar. Yarashibdimi? Qayerdasan? Uchrashuvga yana meni ko'ylagim kiyib ketdingmi? Baqirma, yuvib beraman. O'zim ham kiyay. Dada, pul tashangizlar, pulim tugadi. Qiynalib ketdim. Yo'q, qornim och. Issiqda o'qisham ezivordi odamni. Ha, bir 500 tashang yetadi. Bo'pti. Dada, o'qisa hozirroq pul tashayvera olmaysizmi? Hozir xarajat chiqib qolib, pulni ishlatib qo'ygandim-da o'qishga. Ha, bir 200 tashasangiz yetadi. Hop, rahmat dada. Ha, pulim bor dada. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, bir xola-xola so'rab qo'yin dedim-da. Ayam uydami? Ha, bir telefon bering. Aya dadamga ayting, pul tashab yuborsin, qiynalib ketdim ya. Ha, bir 100 ming tashasa yetadi ya. Rahmat ya. Sizning hisobingizda mablag' yetarli emas. На вашем счету недостаточно средств. Your balance is not enough. Soat 7 bo'lib ketibdi. Sakkiz 20 bo'libdi-ku. 10 ming bor ekan. 5 ming uxlay, 5 ming. 8 25 bo'ldi. Endi turish kerak. Rahmat kechirganingiz uchun boshqa takrorlanmaydi. O'zi umuman kechiradigan ishim qilgani yo'q. O'rningda boshqa qiz bo'lganda kechirmagan bo'lardim. Yo sen bilan qanaqadir manfaat uchun gaplashyapti deb o'ylaysanmi? Seni yaxshi ko'rganim uchun gaplashaman. Yaxshi ko'rganim uchun kechirdim. Boshqa takrorlanmasin. Bor darsingga. Xo'p. To'xta. Ma, konspektlam qilib ber. Kecha seni deb asabiylashib, konspekt ham qila olmadim. Bo'lmasa o'zim qilib qo'yardim. Adamlar o'tiribsizmi? Talabalar fandan yiqitib, mazza qilib, talaba odam emasmi? Siz talaba bo'lmaganmisiz? Muncha qiynaysiz. Yo gapira olmaydi, xohlaganini qilaman deb o'ylayapsizmi? Gapiramiz, duximiz yetadi. Olsangiz o'qishimizni olasiz, jonimizni olmaysiz. Gapiring, tilingizni yutib olganmisiz? Gapiring. Tushunmadim.
Qachongacha chidaymiz bu qiliqlaringizga? Mana shunday qilib yubordingiz-ki. Oldiga borib gapir. Tushundingmi sen? Oldiga borsam eshitib qoladi-yu.